Kamaga assalomu alaykum. Kechaga olib qo'ygan mashinamiz. Qo'ldan kelgancha tozaladik buni. Juda ham sof netu bo'ldi. Sideniylar splashnoy yuvilgan. Chexolni yechmoqchi bo'ldim. Bu chexol, kantovkasiga tikilgan. Teshib tiqilgan, eskicha variantda. Ustidan yuvib bering deyishdi. Hammalarni tozalangan. Bu kraskalangan o'zi mashina. Hamma yog'i, nima qilishgan bo'lsa o'zligi biladi. Normalniy bunaqa bo'ldi. Teglari yuvilgan. Yana qo'ldan kelgancha tozalandi. Ancha приятный. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Bu ancha razница bergan. Bunaqa mo'yka qilinmagan ekan mashinaliga. O'shanga ham juda ham qiynab qo'yishgan. Charchamaydi.